Assalomu alaykum qalban yaqinlarim. Bizlarni doimo kuzatib borishingizdan juda mamnunmiz. Har biringizning vaqt ajratib, qo'llab-quvvatlaganingiz biz uchun juda katta motivatsiya. Agar ushbu chiqarayotgan hikoyalarimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni albatta qoldiring. Aynan sizlarning fikrlaringiz bizga yangi videolar yaratishda ilhom beradi. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz orqali kanalimiz yanada rivojlanadi. Biz esa yanada yaxshi kontent tayyorlashga harakat qilamiz. Barchangizga kattakon rahmat. Bizdan uzoqlashmang. Telba qalblar. Muallif Choliqushi. Hali ham tayyormasmisan? Dedi Imron oshxonada u-bu ish qilib yurgandim, yonimga kelib. Men shunchaki aytdingiz deb o'ylabman. Axir nima qilamiz kechki ovqatga borib? Biz haqiqiy bir yutinib oldim-da, haqiqiy er-xotin bo'lmasak, ajoyibsan deb aytganmidim? Kulib qo'ydi Imron. Nima, kechki ovqat faqat er-xotinlar boradimi? Yo'q, albatta. Shunchaki uyda zerikkan bo'lsang, havo almashtirib kelamiz demoqchi edim. Shu xolos. Borishni xohlamasang mayli, bormay qo'ya qolamiz. Men bilmadim. Demak, xohlamading. Unda o'zim chiqib kelaman. Majburlash yo'q. Unda Imron ketdi. Nega ikkilandim? Shu odatlarim qo'rquv meni hech tark etmadi-da, deya pastga labimni tishladim. Imron ko'chaga chiqib ketgach, o'zim ovqatlangim kelmadi ham. Xonamga bordim-u yotdim. Bundan keyingi hayotim nima bo'lishini o'yladim. Imron aytganini qilib men bilan ajrashsa, keyin meni turmushga ham bermoqchi. Lekin men pinhon yoqtirgan insonim, men uni yoqtirishimni bilmaydi ham hatto. Hozir turmush haqida emas, balki o'qishim haqida o'ylashim kerak. Imron o'qimoqchiman desam, nima der ekan? O'ylay uxlab qolibman. Ertalab uyg'onib yonimga qaradim-u, ko'zlarim kattalashdi. Imron yonimda yotgandi. Usti boshimni to'g'rilab joyimdan turdim. Qachon keldi? Nega bu yerda yotibdi? Miyamda shu savollar aylangancha, yuzimni yuvish uchun yuvinish xonasiga kirdim. Xolid dedim. Xonasining eshigini sekin taqillatdim. Ha, hozir, deya Xolid eshikni ochdi. Nima bo'ldi? Ertalabdan meni sog'indingmi? Kulgancha o'zgacha mehr ila qaradi. Ey, jinna, hozir hazilni vaqti emas. Ishga bormaymizmi? Hali vaqtli-ku, buncha shoshilding. Mayli, unda qachon ketamiz? Qayerga, nikohdan o'tganimi? Yonimizdan o'tib ketayotgan Hamid kulib qo'ydi. Yana boshladingmi, Hamid? Nima, aka? Bo'ladigan ishni orqaga surmaslik kerak. Axir navbat kutayotganlar bor. Hamidning gaplaridan kulgim keldi. U o'zini nazarda tutayotganini bilib, ammo hozir u men bilan Xolidni oila qurishimizga ishora qilyapti. Bu yerdan ketishim kerakligini his qildim. Faqat tezroq, bo'lmasa to'yimni qilib yuborishadi. Yuz-qo'llarimni yuvib oshxonaga bordim. Xayolimda Imronni yonimda yotgani. Qanday sezmadimi? Stakanga suv quyib ichdim. Shu payt eshik qo'ng'irog'i chalindi. Ertalabdan kim ekan? Hanifa opani kaliti bor edi adashmasam, deya borib eshikni ochdim. Qarshimdagi yigitni ko'rib, tilim aylanmay qoldi. Tushimmi, o'ngimmi bilolmay qoldim. Sen, yo'q, siz akamning xotini bo'lsangiz kerak. Yigit menga savol nazari bilan sinchkov qaradi. Ha, dedim. Akam qanilar, uxlayaptimi? Yigit yonimdan o'tib, uyga kirdi. Bu xotin bor pulimni shilib olibdi-ku. Fozil asabiylashib xonadan chiqdi. Dilnoza, qayerdasan? Dadasi sekinroq, o'g'lingiz uyg'onib ketadi. Dilnoza erining ovozini eshitib, tezgina bolalar xonasidan chiqdi. Singillarim-ku yuzimni yerga qaratib bo'ldi. Hali bu ishi javobsiz qolmaydi. Sen esa meni kafanga qilmoqchimisan? Pullarim nega joyida yo'q? Tinchilaning, faqat aytaman. Pul olgandim. Farhodjonni shifokorga olib bordim. Qimmat dorilar yozib berdi. Kasali chuqurlashib ketibdi. Majburlikdan oldim pulingizdan. Axir begonaga ishlatmadim-ku. O'g'lingiz uchun ishlatdim. Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi?
U yerda million pul bor edi. Dorilar shuncha qimmatmasdir. Men ozroq olgandim, yetarlicha. Qolganini bilmayman. Aldama. Pulni nima qilding? Fozil Dilnozani qo'lidan qattiq ushladi. Hammasini olmadim. Olmadim deyapman-ku. O'zingiz olgandirsiz balki. Ishlatib eslolmayotgandirsiz. Mening esim past emas. Tushundingmi? Fozil Dilnozaga g'azab bilan qarab turdi-da, "Sen bilan kechqurun gaplashaman", deya Dilnozani qo'lini siltab, tashlab uydan chiqib ketdi. O'zi sizga turmushga chiqqan men ahmoq. Bunchalik o'zgarishingizni bilganimda umuman tegmasdim. Meni bu uyda faqatgina ikkita o'g'lim ishlab turibdi. Farzandlarim otasiz o'smasin deya shu yerdaman. Bilmayman sabrim qachongacha yetar ekan. Dilnoza yuziga dumalagan ko'z yoshlarini artdi-da, o'g'larining yoniga bordi. Xolid, o'zi aka-ukalar nima ish qilasizlar? Bu shaharchada anchagina obro'ga egami deyman oilangiz? Ha, dadamni bu shaharchaga ancha mehnati singan. Biz o'g'illar davom ettiryapmiz. Akam Nodir tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Hamid esa kattagina tikuv sexga qaraydi. Men shifokorman. Shifoxona ham sizlarga tegishlimi? Shunday desa ham bo'ladi. Chunki bu shifoxonaning ochilishiga ham dadam hissasini qo'shgan. O'zi men bilan ishlay olasanmi? Axir ruhiy kasalliklar shifoxonasiga boryapmiz. Turli bemorlar bor. O'zing aytding-ku, jasoratli miyascha deya. Biz senga aslida sog'lom insonlardan qo'rqishimiz kerak. Bu gaping ham to'g'ri. Qachon noto'g'ri gapirganman? Aqlli miyascha deya Xolid qo'limdan tutdi. Bir qo'li bilan mashina boshqarib ketardi. Hayron bo'ldim. U qo'limni tutgan vaqt mendagi his-tuyg'ular, meni hech yo'qlamagan his-tuyg'ularni his qila boshlagandim. Ilhom u Imronning ukasi ekan. Men pinhon yoqtirgan yigit Imronning ukasi ekan. Nimalar bo'lyapti-ya? Nima qilishni bilmay birpas turib qoldim va o'zimga kelib xonamga bordim. Borsam Imron hali ham uxlayapti. Qanday uyg'otishni bilmadim. Imronni qanday uyg'otishni bilmadim. Shunchalik ham uxlaydimi? Soat 8 bo'lyapti deyarli. Ishga boraman deb o'ylamaydimi? Boshda qarab turaverdim. Nima deyishni o'ylab va shunchaki Imron deya uyg'otmoqchi bo'lib egildim. Imron ham shu paytda ko'zlarini ochdi. U uyg'onganini ko'rib ko'zlarim katta-katta ochildi. Qo'rqib ketdim. Men egilganimdan ko'zini ochganiga. "Nima bo'ldi?" deya uyqusiradi Imron. "Nima qilayotganding?" "Hech nima. Sen meni boshimda yaqin masofada", deya Imron nimadirlarga ishora qildi. Boshda anglamadim. Keyin tushundim. Imron meni o'pmoqchi bo'ldi deya tushundimi? "Siz o'ylagan narsalar emas, shunchaki uyg'otmoqchi edim." "Men nimani o'ylabman?" Imron joyidan turib kelishgan bo'ldi va menga bir qarab qo'ydi. "Bilmayman nimani, ammo men sizni uyg'otgani keldim. O'zi nega bu yerda uxladingiz?" "O'zimni xonamga o'rganib qolibman. Kecha boshqa xonada uxlolmadim. Shunga shu yerda yotdim." "Unda men boshqa xonada yotaman." "Xo'shing", deya Imron joyidan turdi. Haligi ukangiz keldi." "Nima? Kim, Ilhommi? Qachon keldi? Nega buni endi aytyapsan?" "Hozirgina." "Yaxshi, sen shu yerda o'tirgin, chiqma xonadan. U ketgach chiqasan." "Nega?" "Sen aytganimni qil", deya Imron xonadan chiqib ketdi. Nega chiqishimni xohlamadi. Axir mehmon bo'lsa Ilhom, men esa nomiga bo'lsa ham kelinman. Choy olib kirishim, bu narsalar olib borishim kerak emasmi? "Bo'ldi Muxlisa, o'zing ham xohlamaganding qayta-qayta chiqishni", deya boshqa narsalarni o'ylashga urindim-u, ammo nega Ilhom Imronning ukasi? Bordimda divanga o'tirdim. "Xolid, bu nimasi? Nega qo'limni?" deya qo'limni sekingina tortib oldim. Xolid bu holatda indamadi. Menga bir qarab qo'ydi-yu, indamadi. Men yuzimni oynaga qaratib, ko'chaga qarab ketaverdim va ko'zim Dilnoraga tushdi. U bitta yigit bilan o'tirgandi, qo'l ushlashib. Ulardan o'tib ketgan bo'lsak-da, ortimga qaradim. "Nima bo'ldi?" Nima desam ekan, aytaymi yo'qmi? Axir yigit bilan deyarli quchoqlashib o'tirgandi. Nima qilay? Nima? "Kimni ko'rding?" dedim. "Ha, hech kim", deb aytmadim. Shifoxonaga borguncha Dilnora xayolimdan ketmadi.
Nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'lsin-da. Bemorlar ertalabki sayrga chiqishibdi. Shifoxona hovlisida yurgan katta-kichik bemorlarga qarab gapirdi Xolid. Ularni ko'rib g'alati bo'lib ketdim. Kap-katta insonlar bunaqa yurganiga achindim ham. Bugun meni to'yim, bugun mening to'yim. Yosh kattaroq qiz o'ziga o'zi gapirib kulardi. Kecha senga aytdim yonimga kelsang, doim kulib tur deya. Bitta yigitcha o'ziga o'zi gapirardi. Men-ku bu holatga o'rganib ketganman. Sen ham o'rganib ketasan. Meni bemorlarga achinib hayron qarayotganimga Xolid shunday dedi. Men seni topdim. Voy! To'satdan baqirib qarshimdan chiqqan yigitdan rostdan qo'rqib ketgandim. Seni topdim. Seni topdim. Muyassar, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Bunyod, sen bor hozir, men ham boraman. Men uni topdim. Xo'p, topding. Xolid yigitga ko'rib qarab, hamshiralardan birini chaqirdi. Puling tugadimi? Faqat akang borligini puling tugasagina eslaysan-a? Imron Ilhomga qoshlarini chimirib qaradi. O'zing bir ishni boshini tutsang bo'lmaydimi? Qachongacha men seni boqaman? Yo'q, aslida sen va qizchalaringni. Mendan pul olib, borib qayerdagi qizlar bilan kayf safo qilasan. Puling tugasa, akang borligi yodingga tushadi. Bergan pulingizni minnat qilyapsizmi? Ilhom, yomon asabimga tegyapsan ertalabdan. Agar men bergan pullarni yaxshi bir ishga sarflasang, men o'sha pullarni so'zsiz berardim. Bilaman, lekin sen kayf safo uchun sarflaysan. Aka, oxirgi marta pul so'rashim. O'zim ish topdim. Hozir majburlikdan so'rayapman. Iltimos bering, ukangizman-ku. Bilaman, sizda doim pul bo'lgan. Sen bola odam bo'lmaysan. Senga pul bermayman endi. Ket uyimdan. Bu uyga aqling kirguncha qadamingni bosma. Bilasanmi, senga qachon yordam berib pul beraman? Qachonki o'sha pullarni yaxshi bir ishga sarflasang. Ilhom indamadi. Akasidan baribir pul ololmasligini bildi-yu, bir so'z demasdan ketdi. Qachongacha davom etadi bu hol? Uyda o'tiraveramanmi? Hayotim to'rt devor orasida o'tirish bilan o'tadimi? Uyimizda ham shu hol edi. Bu yerda ham. Muxlisa, xonaga Imron kirdi. Ha, deya joyimdan turdim. Yana ukam kelsa bu uyga umuman gaplashma. Nega? U qizlarga suyagi yo'qroq shunga. Seni ham aldashdan qaytmaydi u. Axir ukangiz haqida gapiryapsiz. Yana men uning qolgan gaplarini ayta olmadim. Ukamni qandayligini bilib ham aytayapman. U shunday, sen mening ayolimmisan yoki yo'q? Unga chiroyli qizlar bo'lsa bo'ldi. Nima? Men chiroylimanmi? Imron kulib yubordi. Xuddi ustimdan kulayotgandek tuyuldi menga. Ajoyibsan-a, muxlis. Xullas, undan uzoqroq yurgin deya jiddiy nigohlar ila qaradi. So'zsiz xo'p deya bosh silkib qo'ydim. Demak, men chiroyli ekanman. Shu paytgacha kimdir chiroylisan, seni yaxshi ko'rib qoldim deya aytmagan. Imron seni yaxshi ko'rdim demasa ham, birgina chiroylisan degan gapi menga yoqqandi. Xolid meni hamshira sifatida ishga joylashtirdi. Shifoxonani tartib-qoidalarini tushuntirdi. Bemorlarga qanday munosabatda bo'lishimni o'rgatdi. Kunlarim asta-sekin o'ta boshladi. Xolid bilan deyarli har kuni birga edik. Xolidning samimiyligi, mehribonligi, kelishgan yigitligi. Yo'q, nimalarni o'ylayman-a? Ammo o'ylamay deyman-u, baribir o'ylab qo'yapman. Xolidning yana jiddiyligi, gaplarni o'ylab aniq gapirishi, sanasam adog'iga yetmaydigan hislatlari menga yoqa boshlagandi. Balki Xolid faqatgina meni ko'zimga benuqson ko'ryaptimi? Yoqa boshlagani, uni ko'rganimdagi hayajon tufayli shundaymi? Bilmadim-u, ammo unga bog'lanib qolayotganim rost edi. Doimgidek ishdan birga qaytdik uyga. Buncha asal qiz bo'lmasa, buncha shirin qiz bo'lmasa, kechki ovqatdan keyin Dilofuruzni o'ynatib, o'zim ham yosh bolalarcha qiliqlar qila boshladim. Muyassar, bir ham yaxshi qizsiz. Unchalikmas, Diloram opaga qarab kulib qo'ydim. Qachon ketyapsizlar davolanishga? Erta tongda. Opa, mana ko'rasiz, albatta Dilofuruz sog'ayib ketadi. Ilohim aytganingiz kelsin. Diloram opa bilan gaplashib o'tirarkanmiz, Nuriya xonim bizga qarab qo'yayotganini sezdim. Dilofuruz, kel seni bu uyingga olib boraman,
deya qizchani ko'tarib oldim. Muyassar kerakmas. Oyijon baribir. Opa, siz jim kuzating. Hozir qaynonangiz nevarasini erkalashini ko'rasiz, deya Dilafruzni Nuriya xonimning yoniga olib bordim. Bu xonadonda hali yashayotganimga oz muddat bo'lgan bo'lsa ham, oilani muhitini bilib olgandim. Nuriya xonim Dilorom opani xohlamasligini va shu sabab nabirasini erkalamasligini va meni, ya'ni Muyassarni yaxshi ko'rishini bilib, Dilafruzni olib bordim. Balki shu qizaloq orqali qaynona kelin munosabatlari yaxshilanishiga umid qildim. Nuriya xola, qarang qanday shirin nabirangiz bor-a? Biram shirin qizcha. Yuzidan o'pib qo'ydim. Nuriya xonim bir muddat jim qarab turdi-da, nevarasini qo'liga oldi. Uni shirin so'zlar bilan erkalay boshladi. Men esa Dilorom opaga qaradim. Ular ko'ziga yosh olgandilar. Yana chetda ularni 3 aka-uka kuzatib turardi. Aka, ko'rdingmi? Muyassar tufayli oyim Dilafruzni erkalatib o'ynatyapti. Hamid mamnun jilmayib Xolidga qaradi. Shunday qiz-a, mehribon, aqlli, hatto onamni ham yumshatishga erishdi. Men seni o'rningda bo'lganimda o'ylab o'tirmasdan darrov uylanib olardim. Rostdan ham Muyassar yaxshi qiz Xolid, deya Nodir ukasining gapini tasdiqladi. Balki Muyassar oyimga Mohiram haqida aytsa, ya'ni oyimni roziligini olib bersa, juda yaxshi ish bo'lardi. Ha, aynan shu bilan oyimni roziligini olaman. Hamid gapirar ekan Muyassarga qaradi. Bu qiyin masala menimcha. Nega endi qiyin? Muyassar buni eplashiga ishonaman. Nuriya xonim nabirasini biroz o'ynatdi-da, Dilorom opaga berdi. Dilafruz ham xursand, tinmay kulib o'ynardi. Bu yerga kelganimdan beri Dilnurani qo'lidan telefoni tushmaydi. Uni bir necha marta bitta yigit bilan ko'rdim. Yigitning ko'rinishidan umuman Dilnuraga jiddiy munosabatda emas deb o'yladim. Dilnura, biroz gaplashaylik, dedim yoniga o'tirib. Nima haqida? Dedi Dilnura telefonidan boshini ko'tarmay. Haligi seni bitta yigit bilan ko'rgandim. U bolani niyati jiddiy emasga o'xshadi. Nima? Dilnura telefonini qo'yib, menga sen kimsan, menga aql o'rgatadigan degandek qaradi. Jiddiy emas deb o'ylayapman dedim. Men ham fikrimni aytdim. Jiddiymi, jiddiy emasmi, senga nima? Meni hayotimga aralashma, deya joyidan turib ketdi Dilnura. Indamadim. Nima ham derdim. Akalari bor, ota-onasi bor, o'zlari hal qilar dedim Dilnurani hayotini. Kunlar oylarga ulandi. Bir zumda 2 oy ham o'tib ketdi. Pasport ishlari ham yaqinda hal bo'ladi. Va men bu yerdan ketaman. Ammo keta olarmikinman? Muxlisani rosa izladim. Kelinoyimga o'zini raqamiga qo'ng'iroq qildim. Ikkisi ham o'chiq edi. Singlimni juda sog'ingandim. Muyassar, menga tegasanmi? 2 oy ichida do'stimdek bo'lib qolgan bemorlardan biri Bunyod har kuni menga shu savolni berardi. Hali o'ylab ko'rishim kerak. Bunyod, deya jilmayib qo'ydim. Tezroq o'yla, iltimos, tezroq faqat. Muyassar, bu yoqqa qarab yubor. Bunyodning xonasida edim, Xolid chaqirdi. Hozir kelaman, sen ovqatingni yeb turgin, deya Xolidning yoniga chiqdim. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bunyodga bugundan Shabnam qaraydi. Sen boshqa bemorlarga qaraysan, dedi Xolid. Qoshlarini chimirib jiddiy ohangda. Nega? Bunyod menga o'rgangan, baribir boshqa qarasa qarshilik qiladi. Senga nima dedim? Aytganimni qil. Yana bugun kechga sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Muhim gap haqida. 2 oy ham o'tdi. Bu 2 oy ichida Imron ikkimiz na do'st sifatida, na bir-birini sevgan er-xotinlar sifatida emas, balki shunchaki bir-birimizga samimiy munosabatda bo'lib yashadik. Hech ham tortishmasdik, shunchaki samimiy edik. Imronga o'qimoqchi ekanligimni aytganimda rozi bo'lib qo'shimcha darslarga qatnashimga ruxsat berdi. Telefon olib berdi. Hayotim bir tekisda edi-yu, ammo opamni juda sog'ingandim. Har kuni telefon qilardim. Raqamlari o'chirilgan edi. Bugun qo'shimcha darslardan sal ertaroq chiqdim. Necha kundan beri tobim yo'qroq. Yoqmaydigan narsa yedimmi, oshqozonim bezovta qilardi. Uyga kelib, oshxonaga kirdim-u, suv quyib ichdim. Bir pas turib, eshik qo'ng'irog'i chalindi. Imron bo'lsa, kaliti bilan kirardi, balki kalitini unutgandir deb o'yladim-da, yuzda tabassum bilan eshikni ochdim. Salom kelinoyijon.
Ilhom taklif qilmasam ham ichkariga kirdi. Mastmi bilmayman, og'zidan yoqimsiz hid kelayotgandi. Nima qilishni bilmay turib qoldim. Imron ukasi bilan gaplashishimni taqiqlagandi. Kelinoyijon akam yo'qmilar? Holat nima demoqchiligini taxminan sezib turardim. Agar u menga turmush qurish taklifini bildirsa ham, men unga nima deyman? Meni haqiqiy Muyassar emasligimni bilsa nima qilar ekan? U haqiqiy Muyassarni sevdimi? Yoki meni? U kimni sevadi bilmadim-u, ammo men uni sevib ulgurgandim. Endi o'zim qiynalaman. Qalbim, senga uni sevma dedim. Lekin qaysarlik qilib sevib qolding. Bugun u menga dil izhori qilib, turmush qurishni taklif qilsa, men unga siz tanigan Muyassar emasman desam, qay ahvolga tushadi? Avvalroq aytishga jur'at qila olmadim. Endi hammasi chalkashib ketgandi. Akam yo'qmilar Kelinoyijon? Deya Ilhom divanga o'tirib oldi. Yo'q, hali kelmadilar. Biror nima ichasizmi? Qorningiz ochmi? Shunchaki qaynam sifatida hurmat qilib so'radim. Ha, Kelinoyijon, qornim och. Qo'lingizda bir shirin taomlar yeyliganda xunukkina irshaydi Ilhom. Xo'p, deya oshxonaga bordim. Qanday qilib bu insonni yoqtirdimmi? Qanday? Yoki bu shunchaki havas bo'lganmi? Hozir uni ko'rib yoqtirmay ketyapman. Ha, unga nisbatan hislarim shunchaki oddiy o'tib ketadigan havas bo'lgan. Men uni sevmaganman. Sevmayman ham. Shularni o'ylarkanman, Imron yodimga tushib, yuzimga tabassum yoyildi. Va telefonimni olib unga qo'ng'iroq qildim, ammo ko'tarmadi. Endi xabar yozmoqchi edim, Ilhom chayqalib oshxonaga kirib keldi. Kelinoyi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Men aslida sizni avval ko'rganman to'yda. O'sha paytda sizga ko'ngil bergan ekanman. Ilhomni dugonamni to'yda ko'rganim yodimga tushdi. Nimalar deyapsiz? Ko'zlarim kattalashdi. Seni sevgandim, muxlis, deya endi sensirab yonimga kela boshladi. Qo'rqib ketdim-da, orqaga yurdim. Hozir o'zingizda emassiz, bema'ni gaplar gapirmang va menga yaqinlashmang. Seni sevgandim deyapman. Keyin seni topolmadim. Bema'ni gaplar aytyapsiz, deya kuch to'plab oshxonadan jon holati chiqib, nima qilishni bilmay, uyni bir aylanib ko'chaga chiqib, xayoli bilan eshikka yugurdim. Va shoshganimdan qarshimdagi insonni ko'rmay unga ulgurdim. Tinchlikmi? Muxlisa nima bo'ldi? Hovliqqancha meni o'ziga qaratdi Imron. Ularni ko'rib yig'lab yubordim va quchoqlab oldim. Nima bo'ldi, Muxlisa? Yaxshiyam keldingiz. Men qo'rqib ketyapman. Bo'ldi, tinchlan, men yoningdaman, qo'rqma. Qo'rqma, deya Imron ham meni bag'riga bosdi.